Bir uzoq mamlakatning yoshi ulug' podshohi tushida payg'ambarimizni ko'radi. Shu chog uning yuragida ularga nisbatan muhabbat uyg'onib, musulmonlikni qabul qiladi. U tushida payg'ambarimizga, agar yoshi bunchalik qari bo'lmaganida va yo'l ham bunchalar olis bo'lmaganida, ularning oldilariga bora olgan bo'lishini aytadi. Podshoh ertalab uyqudan turganida, uning saroyi ajoyib bir nurga to'lganini ko'radi. Podshohning umri poyoniga yetayotgan edi. Shuning uchun u bor bisotini xurjunga solib, o'gliga olimidan so'ng tuyaga o'tirib, bisotini payg'ambarimizga olib borib berishni buyuradi. Podshoh olimidan oldin sevikli o'glini boylik ortilgan tuyaga mindirib, tushida ko'rgan payg'ambarni izlashga jo'natadi. Allohning inoyati bilan yo'l olis bo'lishiga qaramay, yigit Madinaga bir kunda yetib oladi. U yerda u juda ko'p xurmo daraxtlarini va oppoq kiyinib, qo'llarida tasbih ushlagan erkaklarni ko'rib qoladi. U bular payg'ambarning izdoshlari deb o'ylab, ularga o'zining sarguzashtini aytib beradi. Oldiniga ularning yuzlarida hayronlik aks etadi. So'ngra ular uning otasi hech kimga foydasi tegmaydigan ish qilganini aytishadi. Shunda yigit agar bular uni tushunmagan bo'lishsa, demak ular payg'ambarning izdoshlari emas, balki dushmanlari deb tushunadi. Ammo ular uni rost yoki yolg'on so'zlayotganini sinash uchun shunday deyishganini tushuntirishadi. Ular bolaga payg'ambarimiz uxlayotganlarini aytishadi. Ular uni o'zlarining uylariga mehmonga taklif qilishadi va dam olganidan so'ng payg'ambarimizning oldilariga olib borishlarini aytishadi. Yigitcha ularning taklifini qabul qiladi. Ularning uyi shunchalar katta ediki, yigitcha tuyasi bilan birga eshikdan bemalol sigib ichkariga kirishadi. Shu payt erkaklar uning orqasidan urib, uni behush qilishadi. Keyin esa uning tuyasi bilan boyliklarini tortib olishadi. So'ngra ular behush yigitchani payg'ambarimizning oldiga olib borishib, dahshatli voqeani so'zlab berishadi. Ular yigitchani mehmon qilishganini, u esa bunga javoban ularning tuya va oltinlarni o'g'irlamoqchi bo'lganini aytishadi. Ularning o'g'li bunga guvoh bo'lganini va u yigitchani to'xtatmoqchi bo'lganida uni o'ldirganlikda ayblashadi. Tuyani o'g'irlagani uchun behush yigitning bir qo'lini, oltinlarni o'g'irlagani uchun ikkinchi qo'lini kesib tashlash va qotillik uchun esa boshi tanasidan judo qilinishi kerak edi. Madinaning markazida katta tosh bor edi. Shu tosh ustida Umar jazolarni amalga oshirar edilar. Ular u yerga behush yigitni olib kelishadi. Ular oldin uning bir qo'lini kesishadi. Shunda u ko'zlarini ochib, bu jazoga loyiq nima ish qilganini so'raydi. Ular o'g'irlik uchun deb javob berishadi. Shunda u ikkinchi qo'lini ham kesishlarini so'raydi. Ikkinchi qo'li ham kesilganidan so'ng u yana hushidan ketadi. Shu paytda masjid yonida payg'ambarimizning nevaralari Hasan va Husayn Usmon bilan birgalikda Qur'on o'qib o'tirishgan bo'ladi. Ular ko'chada bo'layotgan sarosimani eshitib qolishadi. Shunda Husayn nima bo'layotganini bilish uchun o'sha yerga qarab ketadi. U yerda qoniga belanib behush yotgan yigitni ko'radi. Husayn yigitcha uning akasi Hasanga juda o'xshash ekanligini ko'rib, uni ko'rgani zamon yiglab yuboradi. Hasanga o'xshagan insonlar yaxshidirlar deb aytardilar payg'ambarimiz. Shunda u yigitchaning o'g'ri emasligini, unga tuhmat qilishganini tushunadi. Hasan bilan Husayn alam bilan yiglab, o'z bobolari payg'ambarimizning oldiga borishadi. Ular yigitchaning aybsiz ekanligini, odamlar uni nohaq ayblashganini aytishadi. Payg'ambarimiz hayron bo'lib qoldilar. Bu bolakaylar tugul. Qiyomat kunida hatto ularni bosib ketgani uchun chumolilar ham ularni ayblay olmasdilar. Payg'ambarimizning nevaralari yigitcha Hasanga juda ham o'xshab ketishini, uni ular aka sifatida qabul qilishlarini aytishadi. Ammo ular yigitchaning oldiga borishganida u olgan bo'ladi. Payg'ambarimizning nevaralari yiglab, ulardan duo o'qib, uni tiriltirishini so'rashadi. Farishta Jabroil payg'ambarimizga agar uning barcha izdoshlari umrining bir qismini bu bolaga berishsa, u yana qismatiga bitilgan qolgan umrini yashashini bildiradi. Payg'ambarimizning izdoshlari ozozdan umrlarini bolaga atab berishadi. Kimdir 6 oy, kimdir 1 yil. Faqat yolg'iz Aligina hech nima bermaydi. Payg'ambarimiz Alidan nega hech nima bermaganligining sababini so'raydilar. Ali yana qancha yashashini bilmaganligi uchun hech nima bermaganligini aytadilar. Jabroil Alining to'g'ri so'zni gapirganligini aytadi. Payg'ambarimizning nevaralari Allohdan bu notanish yigitchaga yordam so'rab iltijo qilishadi. Allohning inoyati bilan payg'ambarimiz olib yotgan yigitchaning oldiga kelib, qo'llarini uning og'ziga qo'yadilar va shu onda u nafas ola boshlaydi. Keyin qo'llarini uning qo'llari ustiga qo'yadilar va uning ikkala qo'li o'z holiga qaytadi. Yigitcha xuddi chuqur uyqudan turgandek uyg'onadi.
U payg'ambarimizning qonlarini opib, kalima qaytaradi va o'z sarguzashtini sozlab beradi. Tuhmat qilgan yolg'onchilarga tuya va boyliklarni olib kelishni buyurishadi. Shunda tuya arab tilida yigitchaning hamma so'zlarini tasdiqlash uchun tilga kiradi. Payg'ambarimiz bolani olib, hammaga endi uning onasi Fotima, otasi esa Ali deb e'lon qiladi. U ular bilan bir uyda yashab, ko'p janglarda qatnashadi. Payg'ambarimiz olamdan o'tganlarida yigit endi haqiqiy yetim bo'lib qolganligini aytadi. Uning ismi Muhsin edi.